Nexia Ravonni kamroq yurgan tinnigidan so'raganlar uchun bitta antik Ravonchamiz kelgan. Mashinamiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari 100% radnoy, oq rangda. Ballonlari radnoy ballonlarda. Salon qismlari linonom qilingan, chexol qilingan, mexanika, zavodskiy magnitofonlarda. Motor xonalarini ko'rsatib o'taman. Tinniq turibdi. Chist halol probeg 30 000 km probegda. Birorta tosh urgan joylari yo'q mashinamizda, kalinkalarda. Bagaj xonalari. $2019-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari 100% radnoy, benzinda. $7,900 narxi. Kreditka so'raganlar uchun $1,700 boshlanish to'lovi bilan kelib haydab ketishlar mumkin.